Ortimda Prezident maktabi 7-mikrorayon hududi 5 qavatli domlarimizni 2-qavatdan 3 xonalik remontlari yaxshi. Bitta xonadonimiz sotuvga qo'yilibdi. To'g'rimizda 4-maktab, lokatsiya tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, Navoiy shahrining eng markaziy ko'chalaridan biri hisoblanadi. Uyimizning ichki holatini ko'rib chiqamiz. Marhamat. Xonadonimiz juda ham fayzli, o'z ichki remont holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafda oshxonasi, ikkita balkon qismiga ega. Bu yoqda bolalar xonasi joylashgan. Video kadrlarini ko'rishlaringiz mumkin hamda keling. Mana bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun joylari qilingan. Endi uni bitta umumiy yotoqxona qilganlar, mabodoga buni kattalar yotoqxonasi, unisini bolalar xonasi qilsangiz bo'ladi. Ayrim jihozlarga ega jihozlar kelishuvga asosan qoladi. Bu tarafda bitta balkonimiz hamda u tarafda ikkinchi katta balkonimiz mavjud. Mana shu chiroyli mebellar ham qo'yilgan hamda katta mehmonxona qismi. Xonadon egalari sotish uchun qilmaganlar ko'rib turibsizlar, fayzli xonadon. Olgan odam baraka topishi aniq masala. Demak, bu tarafda televizorlari hamda aboy holatlari yaxshi holatda. Paloslari ham chiroyli bo'lib turibdi. Bu yoqda esa katta balkon qismimiz ikkiga bo'lingan holatda. Bu yoqda yana bitta xona qilingan. Mayda-chuyda narsalarni saqlash maqsadida hamda keling yuvinish xonalarini ko'rsatib o'tamiz. Oshxona qismi bilan birgalikda. Marhamat, keling, yuvinish xonalari kafel qilingan. Remontlari yaxshi. Ortiqcha ish qilmaysiz. Kelasiz, bemalol istiqomat qilishingiz mumkin bo'ladi. Hamda hojatxona qismini ham ko'rsatib o'tasiz. Yo'q, ham to'liq kafel bo'lgan. Ana endi biz oshxona qismini ko'rib o'tamiz. Oshxona qismi balkonga ko'chirilgan va to'rt xona qilingan. Ya'ni bu yerda ovqatlanish uchun sharoitlar yaratilgan. Bu yoqda televizor, o'tirib oila davrasida ovqatlanish uchun joylari hamda balkonimiz ikkiga bo'lingan holatda oshxonamiz. Mana shu yerda ovqat tayyorlash uchun barcha sharoitlarga ega va bu tarafda yaxshi shkaflar o'rnatib qo'yilgan. Oshxonadagi ortiqcha narsalarni hamda mahsulotlarni saqlash maqsadida. Demak, ikkinchi qavatda joylashgan 3 xonalik, ikkita balkon qismiga ega 7-mikrorayon hududidagi 4-maktabga yaqin joyda bo'lgan ushbu xonadonimizda narxi 682 million so'm, ustida savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. Ipoteka qilish imkoniyati mavjud. Shoshilishni tavsiya qilaman. Kim mana shunaqa pastki qavatdan mana shunaqa 3 xonali xonadon olishni niyat qilgan bo'lsa, tezroq ulgurib qolishlaringizni tavsiya qilaman. Ipoteka qilish imkoniyati bor. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarimiz orqali yanada to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, mana shunaqa yaxshi xonadonlarni arzon narxda, savdolashilgan holatda doimo ko'rib borasiz. Agar sizning xonadoningiz bo'ladigan bo'lsa, sotilayotgan, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin.